Assalomu alaykum hammaga. Biz Bog'ot tumani Qulon-Qorabog'damiz. Mehnat yo'li mahallasi, Buyuk O'lga ko'chasi. Nechanchi uy? 35-uy Omonbayning uyidamiz. Bu uyda ham ko'mir atapliyan ishlarini topshirdik. Bu yerga ketgan material ham hammasi o'zlarimizdan bo'ldi. 140 shtuk alyumin batareyalar ketdi. 70 metr 25lik turba, 25 metr 20lik turba, 15 metr 32lik podachasini ishlatib berganmiz. Uyimiz o'sha 10 tochka bo'ldi. 8 yere batareya qo'yildi. Dalanimizga 20dan 2 yere qo'yib berganmiz. Uyimiz remont bo'lib turibdi. Uyimiz remont bo'lib turgani uchun dalandan iloji boricha turbani ko'rsatmay, ikki tarafdan o'tirib berganmiz. Zolimizdan 20 latib bir yere tashlab berdik. Uyimizdan beri samachok sistemalar bo'lgan. Svetочка aldab o'tirmaydilar. Shuning uchun baribir shu avvalgi sistema yaxshi ataplinaga. Plastik o'tirgandan, yadnab turib niyatgandan, Leningrad yetgandan samachok sistema bo'lsa, ataplina uzoq bo'ladi. Kotel yorilib ketmaydi, svetочка olib demaydi. Hozir plastikdan o'tiraman desa, shu ataplinamizga qo'shimcha yana pul qo'shiladi. Bu uyimizdan material o'zlarimizdan bo'ldi. 31 million 295 ming so'm pul chiqdi. Agar plastikdan tortamizda UPS olishi kerak, akkumulyator olishi kerak, ish ko'payib ketadi. Bu 3-chi batareyamiz. Bu 4-chi batareyamiz. Chanlarimizdan 2 yere batareya qo'yib berganmiz. Bu dalanimiz, 2-chi batareyamiz. Dalandagi bu ham 20dan 2 yere qo'yib berganmiz. Aboy bo'lgan yerlarni ishlashimiz yine. Oyoq tenam ishida yetmas uchun pontenni o'tirib berganmiz. Bu oxirgi 8-chi batareyamiz. Bu uyimizda ham shu 350-400 kvadrat qizdiradon samodelga kotelimizdan qo'yib berganmiz. Kotelimiz günlük rasxoti ob-havo sharoitiga qarab joy balandligi 3 metr bo'lganda 30 kilodan 60 kilogacha rasxot etadi. Kraniklarni ham qo'yib, nosozlarni ishlatmay, samachok sistemada aylantirib qo'yibmiz. %60 bo'lib turibdi. Ventilyatorlarni ham qo'shib ishlatib ko'rsatib berdik. Kömürlerini salib qo'yibmiz. Endi o'chirimizda yoqaveramiz. Shuning uchun doldurib saldik. Azanacha yetadi shular qalasa shu kömürimiz. Kotelimizning ichi bunkeri 25-30 kilo kömür oladi. Morimiz 114lik bo'ldi, 5 metr bo'ldi. O'sha pastdan nomerlarni qoldiramiz, kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lana qarasizlar. Kotel dastavkalarimiz ham bor. Usbeta to'ymaganlarimizda o'zi usta topgan uy egalari bog'lansangizlar, kotellarni ham yetirib beramiz. Sog'inglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.